Alloh taolo o'zi yoqtirgan bandalarini har xil dardlar berib, har xil mashaqqatli yo'llar bilan sinar ekan. Agar kim banda Alloh va taoloning sinovlariga itoat bilan sabr qilsa, u bandaga Alloh va taolo shunday ajr berar ekanki, ya'ni kim bizlarning tasavvurimizdagi jannat go'zal bog'-rog'lari bilan va suluv maloikalari bilan bo'lsa, undan da ziyodasi bilan berar ekan. Agar kim mo'min banda Allohning bu sinovlariga sabr yetmasdan, "Ya Rabbim, menga bu dardlarni, qiyinchiliklarni jo'nataverasanmi?" deb nola qilsa, oxiratda u banda yotgan joydan bir darcha ochilib, sabr qilganida berilajak ajrlari ko'rsatib qo'yilar ekan. Shunda u banda bunday go'zalligu ne'matlarni ko'rib, "Oh!" urib der ekan. Qani endi bilganimda edi, hayotlik davrimda bu dunyoda tug'ilib to o'lgunimga qadar menga har qancha dard, qiyinchiliklar bersa rozi edim der ekan. Fikr qiling aziz birodar.